farzandingiz nechta so'z biladi va siz uni to'g'ri hisoblayapsizmi? Ko'pchilik onalar aynan shu joyda ko'p xatoga yo'l qo'yishadi va bekorga ortiqcha xavotirga tushishadi. Farzandimni tili kech chiqyapti, til normalari bo'yicha so'zlarni kam biladi deb o'ylashadi. Aslida so'zlarni qanaqa hisoblash kerak? Nechta so'z bilishini qanday aniqlaymiz? Ushbu videoda bularning barchasini men sizga o'rgataman. Oxirgi paytlarda juda ham ko'p kuzatyapman. Ko'pchilik onalar so'z boyligini noto'g'ri hisoblashar ekan va natijada bolam gapirmayapti yoki o'zini tengdoshlariga nisbatan orqada qolyapti deb ortiqcha xavotirga berilib yurishar ekan. Demak, boshladik. Bolangizning so'z boyligini to'g'ri hisoblash uchun qanday hisoblashimiz kerak? Demak, birinchisi bu aniq so'zlar. Ya'ni agar bola bitta so'zni doim bir xil ma'noda ishlatsa, bu so'z hisobga olinadi. Ya'ni siz oddiy so'zlar dada, oyi, opa, aka kabi siz ma'nosini to'g'ri tushunadigan va to'g'ri aytadigan so'zlarni birinchi o'rinda yozib chiqamiz va ularni hisoblab olamiz. Ikkinchidan, so'zga yaqin bo'lgan talaffuzlar. Ya'ni so'z to'liq chiqmasa ham ma'lum bitta tovushlar orqali sizga shu so'z ekanligini bildiradigan tovushlar jamlanmasi. Masalan, nana bo'lishi mumkin, non. Yoki suv demasdan buv deyishi mumkin. Yoki dog demasdan dah deyishi mumkin. Uchinchidan bu hayvon tovushlari. Ya'ni mau bo'lishi mumkin, mo, ba degan so'zlarni aytamiz. O'sha hayvonning nomini ayta olmaydi, lekin hayvonlar chiqaradigan tovushga taqlid qila oladi. Mana shu hayvonlarning tovushlariga taqlid qiladigan so'zlar ham bizga yangi so'z ma'nosida, ya'ni so'z boyligi ma'nosida hisobga olinadi. Masalan, o'sha aytganimdek, mau, mo bo'lishi mumkin, vov deyish mumkin. Bularning hammasini alohida so'z sifatida hisobga olamiz va sanaymiz. To'rtinchidan, bu o'yin va atrof muhitdagi tovushlar. Ya'ni bibi bo'lishi mumkin, mashinani aytish mumkin. Yoki chu deyish mumkin otlarga qarab. Umuman o'yin paytida qanaqadir tovushlar orqali sizga maqsadli tarzda bitta so'zni doimo aytayotgan bo'lsa, bu so'zni ham biz hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Beshinchisi bu imo-ishoralar. Agar bolangiz gapirmasa ham, lekin qo'l silkisa yoki boshini chayqab qo'ysa, yana bo'ldi degan so'zlarni ham sizga imo-ishora bilan tushuntirayotgan bo'lsa, bularni ham biz hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, juda ham ko'pchilik bolalar salom va xayrni qo'l bilan ko'rsatib ifodalashadi yoki rahmat degan so'zni yoki yana, yo'q, ha degan so'zlarni ham bosh chayqab bizga bildirishadi. Demak, bularni ham alohida so'z sifatida biz hisobga olishimiz va sanashimiz kerak bo'lar ekan. Va eng so'nggisi, 6-si, bir nechta til bo'lsa qanaqa hisoblaymiz? Shu narsaga ham e'tibor beramiz. Agar farzandingiz 2 yoki undan ortiq tilda gapiradigan bo'lsa, ya'ni o'sha 2 yoki 3 xil tilda so'zlarni aytadigan bo'lsa, siz har bitta tilni alohida emas, hammasini birgalikda hisoblaysiz. Masalan, farzandingiz o'zbek tilida 20 ta so'z biladi va ingliz tilida 10 ta so'z biladi. Siz uni 20 ta so'z biladi yoki ingliz tilida 10 ta so'z biladi deb hisoblamaysiz va aksincha birgalikda farzandim 30 ta so'z biladi deb hisoblashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tillardagi alohida biladigan so'zlarni umumiy jamlab hisoblar ekanmiz. Xo'p, endi keyingi masalaga o'tamiz. Qanaqa qilib kuzatib borishim kerak? Bu muhim qismlardan bittasi. Qanaqa qilib aniqlash kerakligini, qaysi so'zlarni sanash kerak ekanligini bilib oldik va endi bizda uni qanaqa qilib kuzatib borishimiz, qancha vaqtda yozib olishimizni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchisi bu telefoningizda bo'lishi mumkin yoki oddiy daftarga bo'lishi mumkin. Yozib boring har bitta so'zni, har bitta yangi so'zni darrov qayd qilishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi bu faqat mustaqil aytilgan so'zlar hisoblanadi. Sizdan keyin takrorlasa bu hisobga olinmaydi. Ya'ni masalan siz aytdingiz, farzandingizga biron so'zni aytdingiz, u ortidan takrorladi, buni hisobga olmaysiz. O'zi sizning aralashuvingizsiz, siz aytganingizdan keyingina emas, o'zi mustaqil o'sha so'zni aytib boshlasa, siz u so'zni hisobga olishingiz va daftaringizga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi doimiylik. Doimiylik bu juda ham muhim. Bitta so'zni farzandingiz kamida 3-5 marta ishlatganiga amin bo'ling.
Undan keyingina bemalol o'sha so'zni to'liq hisobga olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu so'zlarni kamida bir hafta davomida takrorlab yurishi kerak bo'ladi. Mana shu so'zlarni kuzatib borishingiz kerak. Demak, farzandingiz bitta so'zni aytdi va siz u so'zni darrov yozib oldingiz. Va demak, endi u sizni kuzating. 3-5 marta qayta aytish kerak va bu so'zlarni bir hafta davomida uzluksiz aytib borish kerak. Ya'ni bitta so'zni aytib qo'yib, keyin bir haftalab u so'zni aytmasa yoki umuman aytmay ketsa, bu so'zni qo'shishimiz kerak bo'lmaydi. Xo'p, qachongacha endi sanab yurishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, agar farzandingiz so'zlarni birlashtira olsa, ya'ni so'z birikmasi holida ayta olsa, masalan, oyi, suv demasdan oyi kel yoki suv ber deb aytsa, ya'ni ikkita so'zni birlashtirib maqsadli tarzda sizga yetkaza olayotgan bo'lsa va taxminan 100 ta 200 ta so'zga yetgan bo'lsa, endi so'zlarni alohida sanashingiz shart emas va farzandingiz juda ham normada rivojlanyapti va nutqini shakllantiryapti. Siz endi farzandingizni qaysi so'zlarni sanash kerakligini, nechta so'z bilishligini bilib oldingiz. Va endi sizga kerak bo'ladigani bu normalar. Ya'ni normal nutq rivojlanish normalari qanaqa? Men sizga hozir taxminiy normalarni ko'rsataman. Agar farzandingiz 12-13 oylik bo'lsa, u birinchi so'zlarni allaqachon aytib boshlagan bo'lishi mumkin. Agar 16 oylik bo'lsa farzandingiz, u 5 ta so'z bilishi kerak bo'ladi. 18 oylikda esa bu so'z 10-20 ta so'zni tashkil qiladi. 2 yoshga kelib, ya'ni 24 oylikda farzandingiz kamida 50 ta so'z yoki ko'pi bilan 100-200 ta so'zlarni bilishi yoki undan ham ko'p so'zlarni bilishi va hattoki ikkita so'zni bir-biriga ulab gap holida aytishi kerak bo'ladi. 30 oylikda esa biz e'tiborimizni faqatgina so'zlarga emas, endi gaplarga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Endi ularni so'zlarni alohida sanab o'tirishimizga hojat qolmaydi. Biz ularni gaplarini mukammallashtirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli onajonlar, agar siz ham to'g'ri hisoblab, kuzatib chiqib ham xavotirda bo'lsangiz, normalarni kuzatdingiz va normalarga mos kelmayapti deb o'ylagan bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilishni kechiktirmang. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda buni bildiring. Like bosing va yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Chunki siz bu sabab kimningdir xavotirini kamaytirishingiz mumkin. Siz Mama Lingo sahifasini kuzatyapsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Biz ingliz tilini erta yoshdan farzandiga o'rgatishni xohlovchi onalar hamjamiyatimiz. Bizga qo'shiling. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Unda kunlik har kuni sizga foydali ma'lumotlar, kerakli mashg'ulotlarni ulashib boraman. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Birga o'rganamiz, birga ulg'ayamiz.